ajoyib katta chegirmalar chiqardik. Ya'ni chegirma qilyapmiz, lekin servislarimiz albatta o'sha servislarimiz 5 ta viloyatdan. Farg'ona, Andijon, Namangan, Toshkent, bu yog'i Termizdan to'g'ridan to'g'ri Madina Munavvaraga, Jidda shaharlariga uchib borishadi. Ya'ni Ravza-i Sharifga har bir ziyoratchi kirib chiqadi, kirib chiqishyapti. Bugun uchib 14 kundan keyin kelasiz degan narsani biz aniq aytib bera olamiz. Ellikboshlarimiz 5-6 yil o'sha yerda tajriba orttirgan, o'sha yerda haligi o'zimiz ob-havosiga tushib qolgan deydi, haligi pasparantini ko'rgan. Ramazon oyi munosabati bilan Umra jamiyatida bomba skidka Abdurahmon akam bilan to'liq ma'lumotni sizga yetkazamiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna tugmasi bor. Biz Umra narxlari haqida to'liq ma'lumotni yetkazamiz. Abdurahmon aka, hormang, salomatmisiz? Yaxshimisiz? Ishlar ko'p bilaman. Ma'lumotlarni yetkazaveramiz. Bo'ldi aka, xudo xolasa Ramazon oyiga ajoyib bir katta chegirma e'lon qilganmiz. O'zi bizni kuzatib borayotgan obunachilarimiz ham bizdan borayotganlar, kuzatib borayotganlar bilishadi. Narxlarimiz o'zi yanvar, fevral oylariga qadar biz chiqarganmiz, ya'ni $1100 atrofida narxlar chiqarganmiz. Lekin mana Ramazonning boshiga bu obunachilarimiz uchun bizni ko'rib kuzatib borayotganlar uchun biz bilan Umraga bormoqchi bo'lganlarga ajoyib katta chegirmalar chiqardik. Ya'ni Ramazonning boshiga boraman deganlar uchun $999 dan qilib umra narxlarini belgiladik. Bu narxlar ichida nimalar bor? Qarang, biz katta chegirma qilyapmiz, lekin bitta narsaga e'tibor beramiz. Chegirma qilyapmiz, lekin servislarimiz albatta o'sha. Ya'ni albatta bu hozir $999 qildik, lekin bu paketlarimiz $1200-1100 standart paketlarimiz. Lekin narx sizga chegirma qilyapmiz, lekin servis tomonlama, malakali ellikboshi hammasi o'z joyida, naborot yana ham bir o'sha yaxshiroq albatta Ramazon oyiga kirib yana ishtoqlar xizmat qilishadi. Masalan, Ramazon oyigacha bo'lgan joylarni ham band qilib borishsa bo'ladi. Ramazon oyigacha yanvar oyiga $1100 qilib belgilagan bo'lsak, mana $1000 dan ham skidkalar qilib berishimiz mumkin. Bemalol aloqaga chiqsa bo'ladi. Endi o'sha nimaga arzon qo'yordik, nimaga narxlar bo'lyapti deysa, servis qanaqa bo'lsa, servis xuddi o'sha. Ya'ni biz restoranimizda aytib o'tganimizdaqangi gapingiz bo'ldim. Hozir mana servislarimiz 5 ta viloyatdan. Farg'ona, Andijon, Namangan, Toshkent, bu yog'i Termizdan to'g'ridan to'g'ri Madina Munavvaraga, Jidda shaharlariga uchib borishadi. Tushunarli. Undan keyingi jarayonlar qanaqa bo'ladi? Undan keyingi jarayonlarimiz endi mana to'g'ridan to'g'ri promir esa uchib borishyapti. Ziyoratlarimiz 14 kunlik ziyoratimiz avvalo shu Madina Munavvaradan boshlanadi. Ya'ni ko'pchilik aytishi mumkin, Madina Munavvaradagi mehmonxonamiz, mana aytib o'tamiz. Unaqangi haligi bir ko'pchilik borib kelganlar biladi, markaziya deyiladi. Masjid Nabaviyga yaqinroq mehmonxonaga joylashtirgan, kilometri misol uchun 400-450 metr atrofida, piyada misol uchun deylik 500 metr atrofida bo'ladi, boshqa bo'ladi. Endi piyada bemalol kirib chiqsa bo'ladigan darajada nima qilingan, olinadigan qilingan. Keyin masalan uchun mana hozir borsa ham 2 mahal taom beriladi. Ramazonlarda bo'lsa, mana iftorlik, saharliklar lazzatli taomlar beriladi. Undan taomlarda ham muammo yo'q. Xudo xolasa eng asosiy jihati bizda yana oldin ham videolarda aytganmiz, o'sha aytishdan, ta'kidlashdan charchamaymiz. Ravza-i Sharif, ya'ni Ravza-i Sharifga har bir ziyoratchi kirib chiqadi, kirib chiqishyapti. Undan keyingi jarayonlarimiz endi barcha ziyoratlar Ravza-i Shariflar bo'ladi. Ya'ni 2 kecha 3 kunduz Madina Munavvarada mehmon bo'lamiz. Malakali ellikboshi o'sha Makkaga boriladigan paytda ihrom kiyish qonun-qoidalari, tartiblari, odoblari hammasini tushuntirib, labbayk aytib, Makka mukarramaga borishadi. Makka mukarramada ham bizda ajoyib bir haligi auditoriya kutib oladi-da. Ya'ni mehmonxonaga kirishimizda mana shuncha bir 5-6 soat avtobusga kelgan ziyoratchilarni kayfiyatdan ko'tarish uchun mehmonxonada xodimlarimiz, ukalarimiz, akalarimiz o'sha yerlarda Zamzam suvi, mana Ramazon oyi bo'lmasa, mana Zamzam suvi, jay namozlarini kutib olishadi. Ko'tarinki kayfiyatda kutib olishadi. Masalan, ular kayfi ko'tarilib, o'sha taomlar tayyor bo'lgan bo'ladi. U yerlar taomlanib, u yerlarda o'sha ozgina nima deydi, safarda yo'lda bir charchoqni chiqarib, kuchga to'lib, keyin mana umrani ado qilishga o'tishadi. Makka mukarramada ham mehmonxonamiz, shinam pokiza mehmonxona. Uni kilometri, misol uchun mana haramgacha bo'lgan kilometri, deylik 2 kilometr, uzoq bo'lsa 2,5 kilometr atrofida bo'ladi, lekin tomoni bor, 4 ta avtobusimiz bor.
Ya'ni o'zi mehmonxonalardan Alohida ajratilgan. albatta o'zi Ramazon oyida ham bir nechta mehmonxonalarga tushiramiz. Ularda eng maksimal masofasini aytyapmiz, 2-2,5 kilometr atrofida, lekin har bir mehmonxonamizda 4 avtobus bor. Ya'ni ziyoratchi o'zi xohlagan paytda Dilik haramga yoki o'zi xohlagan paytda mehmonxonaga qaytib kelish imkoni bor. Undan allaqasi yo'q, qaysi soatda kutib turadi, qaysi soatda boradigan narsalar yo'q. Bemalol chiqib borib kelsa bo'ladi. Endi Ramazon oyida iftorlik saharlik beriladi. Ramazondan tashqari kunlarda boriladigan bo'lsa 3 mahal o'zbek milliy taomlari nimada Makka mukarramada beriladi. Undan tashqari o'sha ziyoratlar va endi misol uchun ko'ngli ko'tarib boraman deydiganlar uchun o'zi ko'pchilik bizdan so'rashadi. Qizil dengiz sayohatimiz bor. Ya'ni Qizil dengiz sayohati paketda bor, xohlovchilar uchun albatta qilib beriladi. Tushunarli. Endi u yoqda baribir har xil vaziyat bo'ladi. Tibbiy ko'rik, shifokorlar birga doim yuradi. Albatta. Baribir issiqjonmizda. Albatta issiqjon, undan nimasi yo'q. Endi bitta narsa bor. U yerda dori-darmon va mana bu birinchi yordamga harakatlarimiz hammasi bo'lgan. Faqat bitta narsaga e'tibor beramiz, ya'ni mana obunachilarga aytib o'tishimiz kerak. Mana safarga bormoqchi bo'lgan odam kunlik o'zini dorisi bor, ichib yuradi. Ya'ni qanaqadirki doktordan borib, nima olib kelgan, retsept olib kelgan, tavsiya bergan dorisini kunlik ichib turadi. Mana shu narsani o'zlaridan olib olsa, boshqa narsada haligi nima deydik, birinchi yordam, qarov, boshqalarida muammo yo'q. Ya'ni hattoki xodimlarimiz tilni yaxshi bilishadi, tezda bu narsalarni qo'ldan kelgancha hal qilishadi, imkoniyat bor. Abdurahmon aka, aynan hozirgi damda borish yozga qaraganda nisbatan ancha qulay. U yoqdagi ob-havo qanaqa va u yoqdagi jarayonlar qanaqa kechyapti bugungi kunda? Nechta jamoa hozirgi kunda ziyoratni amalga oshiryapti? Hozir erta ziyoratchilarimiz soni xudoga shukr yaxshi, ko'z serob, yaxshi. O'zi umuman bitta bizdamiz, ko'p joydan o'zi ziyoratchilar kelishyapti. Hozirgi ayni palladagi havo rasaligi o'sha mo'tadil havo. Ya'ni bizda yoz bo'lib qanaqa issiq bo'lsa, yozda. Endi u o'sha paytda Saudiyada yozdi, endi ancha issiq bo'ladi. Lekin hozir bizda mana qish faslida biz havolar sovuq havo, u yerda o'sha mo'tadil havo, ya'ni o'sha misol uchun bizda bahor havomiz bo'ladi. Orada dekabr oylari va yanvar boshlarida yomg'ir mavsumi ham bo'lib o'tdi-da ularda. Yomg'ir mavsumlari ham bo'ldi. Yaqindagina biz bir ziyoratchilarimiz aloqalashgandik. Bir hafta 10 kun avval Madinadan Makkaga kelishayotgan ekan. Telefonlashganda nima yomg'ir yog'yapti Madina Munavvarada işte. Hattoki yomg'irli havolar ham bor demoqchimanki, rosa bir o'shaligi mo'tadil odam yoqadigan havo, bemalol bir o'sha ibodat ham qiladigan havo bo'lib turibdi. Yaxshi payti. Tushunarli. Bemalol borsa bo'ladi. Qadrli tomoshabinlar, ayni vaqtda akalarni, ya'ni Umra jamiyatini bosh ofisi Farg'ona shahar markazida joylashgan, bular esa rasmiy litsenziyaga ega bo'ladi. Yana ham qulayliklarni ko'rsatib o'tkasak bo'ladi. Litsenziyani bir qator bersak, shunday ko'rsatib beramiz. Baribir bu litsenziya ham juda muhim. Mana xudo xohlasa yaqinlashtirib ko'rsatishimiz mumkin. Mana Umra jamiyatini rasmiy litsenziyasi. Umuman olganda boshqa Umra jamiyatlaridan, Umra tashkilotlaridan afzalliklar nimada, Abdurahmon aka? Xo'p, bizda afzalliklarimiz o'zi mana ko'pchilik tur paketlar yoki Umra firmalar boshqalari bor. Bizda asosan e'tibor beriladigan narsa o'sha biletlarimiz, borda keldi biletlarimiz. Aniq, ya'ni o'sha xudo xolasa shu 14 kunlik paketimiz bo'ladi. Bugun uchib 14 kundan keyin kelasiz degan narsani biz aniq aytib bera olamiz. Ya'ni shu narsaga e'tibor bergan, shuna harakatlanamiz. Va yana keyin asosiy tomonlarimiz bizda ellikboshlarimiz 5-6 yil o'sha yerda tajriba orttirgan, o'sha yerda haligi o'zimiz ob-havosiga tushib qolgan deydi, haligi pasportini ko'rgan ellikboshlar yoki xizmatdagi xodimlar qo'ygan. Sababi nimaga? Siz bilamiz, bu yerda bilsak, ular bizdan ham yaxshiroq bilishadi edi va ziyoratchiga nima qulay va nima qilsa to'g'ri bo'ladi, ular ko'proq biladi. O'shuning uchun paytda albatta, o'shuning uchun biz shunaqalarini nima qilganmiz, o'sha akalarimiz, ukalarimiz shu narsalarni tanlab olganmizki, o'sha yerda past-balandni yaxshiroq bilishadi. Gruppa borganda, ziyoratchilar borganda qayerda nima qilish kerak va qaysi joyda qanaqa harakatlanish kerak, ular o'rgatishadi. O'shuning uchun mesela obunachilar ham misol uchun mana bilishadi, ko'p kuzatib borish, buni ham bittaligi tavsiya deydi. Borilgan ellik boshiga misol uchun aytganiga qilib o'sha o'ngga deydi, chapga deydi, o'shani qilib tursa, chunki ular albatta maqsadi o'sha xizmat qilish, o'sha kelgan ziyoratchilarning ko'nglini olish va ularga imkon qadar yaxshisini ravo ko'rish. Ya'ni nimadir bo'layotgan bo'lsa, nimadir holat bo'layotgan bo'lsa, o'sha narsada yoki mana o'ngga yuraylik, chapga yuraylik yoki mana shu tomon yoki bu tomon yaxshiroq.
deb aytib tushuntirishlar berishadi. O'shuning uchun bizdagi haligi nima deydi, e'tibor beradigan jihatlarimiz o'sha bordagi biletlarimiz, 50 boshlarimiz saviyaliligi, o'sha servis yaxshiligiga biz ko'proq e'tibor beramiz. Tushunarli. Abdurahmon aka, endi o'nlab yurtdoshlarimiz bitta jamoa bo'lib, oshna-og'ayni deylik, qarindosh urug' deylik, bitta oila deylik boradigan. Ularga bonuslarimiz bormi va qulayliklari qanaqa ularga? Albatta. Va yotoqxona masalasida ham bitta 4 kishilik oila bitta xonada yotamiz deb qolishi mumkin, ikkita farzandni xotin. Albatta. Shularga ham alohida yotoqxona qilib berish imkoniyatlari bormi? Albatta, bunaqa bo'ladi. Mana deylik, hozir mana savolingizni boshqa qaytsak, mana ko'pchilik boradiganlar bo'lsa, deylik bitta oiladan 5-6 kishi ketyapti yoki mana mahalladoshlar, sinfdoshlar, o'rtalar 10 ta, 15 ta borishyapti. Albatta murojaat qilishsin, biz ularga o'zlari kutmagan chegirmani qilib beramiz. Ya'ni ular jam bo'lib ketishyapti, biz ularga mana firma tomonidan qo'ldan kelgancha o'zlari hali kutmagan chegirmalar qilib beramiz. Unda muammosi yo'q. Endi deylik, oilada 4 ta 5 ta odam ketyapti. 4-5 ta odam ketyapti-da, endi o'sha er-xotin bor, bola chaqa bor, boshqa bor, bitta xonaga joylashmoqchi. O'zi asli tartibi bo'yicha 4 kishidan joylashuvlar bo'ladi ko'proq, 4 ta erkak, 4 ta ayol joylashuvi bo'ladi. Endi u yerda 50 boshiga maslahatda aytib, shunaqa biz bitta oilamiz yoki bitta xonada turmoqchimiz, holat qanaqa bo'ladi, nima qilsak bo'ladi, 50 boshi bitta aloqalashib turib, past balandini bitta tushuntirib, albatta ular joylashib qo'yish muammo bo'lmaydi. Qolganlarni hisob kitobini Albatta, chunki u bitta oila bilan qolgan guruhlarni solishtiriladi, chunki hammaga joy taqsimlangan bo'ladi. Chunki bitta narsaga boradi, mana bu yerda uchishayotganda, o'zi ketishayotganda, o'zi joylari u yerdan bron qilib bo'lgan bo'ladi. O'shni hisobiga 50 boshiga ertaroq murojaat qilishadi. Ya'ni biz shunaqamiz, ya'ni biz oila turmoqchimiz, shunga bizga biz bir yo'l yo'rini ko'rsatib bersangiz yoki u yerga xabarni berib bersangiz, ertaga qiyinchilik yoki tushunmovchilik bo'lmas. 50 boshi ham ertaroq bizga yoki o'sha xodimlarga shunaqa bizda ketishyapti, shunaqa oila bor yoki boshqa ular joylashmoqchi, shuni bir planini ko'ringlar, biz ketyapmiz, yo'llarimiz deb berishadi. Tushunarli. Demak, 50 boshi bu yerdan birga ketadi, albatta, va qaytib keladi. Albatta. Bu yerdan birga ketib qaytadan kelishadi va u yerda kutib ham olishadi 50 boshlarimiz. Tushunarli. Qadrli tomoshabin